davomli bo'lsin. Xudoga shukr, jamoatchilikka chiqdik. Nasib bo'lsa, bunaqa g'alabalar ko'rish nasib etsin. Rahmat. Aziz aka, o'yin haqida fikrlaringiz? Assalomu alaykum. Barchani bugungi g'alaba bilan chaqalini tabriklayman. Bizni qo'llab-quvvatlagan, shu istiqbolga bergan barcha muxlislarni g'alaba bilan tabriklayman. Bizga ishonch bildirib, shu yergacha mana stadionimizga kelib, qo'llab-quvvatlab, bizni g'alabamizga sherik bo'lgan barchaga kattakon rahmat. Marhamat, savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Marhamat, mikrofonga. Assalomu alaykum. Jahon chempionatiga chiqqaningizda O'zbekistonda shaxsan sizni, Azizbek sizni ham tabriklayman, komandan tabriklayman. Savolim, jahon chempionatiga podgotовкаga reja qanaqa qilingan? Biz eshitishimizga qaraganda Janubiy Amerika sborniklari bilan kelishuvlar bor ekan. Qanchalik haqiqat? Kafa turniri to'g'risida gaplar bo'lyapti. Shu to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, tayyorgarlikni boshlaymiz. Albatta, hamma konsentratsiya shu ikkita oxirgi uchrashuv bo'ldi. Xudoga shukr. Jahon chempionati chiqdi. Albatta, tayyorgarlikni ko'ramiz. Sentyabrda FIFA kuni bor. Har FIFA kunidan o'yinga foydalanamiz. Hozir endi bir narsa deyish qiyin, chunki hamma narsa prosesda. Nasib bo'lsa, har bir FIFA kunida yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Marhamat, savollar. Assalomu alaykum. Muzikor telekanali Azizjon Musayev. Tabriklaymiz albatta g'alaba bilan. 7 hisobdagi g'alaba. Bundan da yirik bo'lishi mumkin edi. Bitta-ikkita momentlar bo'ldi. Birozgina oldida yetishmagan. Aziz akani tabriklaymiz. Juda ham chiroyli gol. O'sha har doimgidek skor ko'rish vazifasini o'tab berdingiz. Sal ishlarimiz ishlayotganda ochib berasiz o'yinni. Har doim bitta gol bilan. Timur aka, mana kecha aytib o'tdingiz, 3ta himoyachi bilan, ya'ni markazda o'ynasak, bu A yoki B plan bo'lishi mumkin. Mana bugun o'shaning ikkitalisini sinab ko'rdik. Endi Qatarga o'xshagan terma jamoalar bilan shu oldindan, ya'ni terma jamoaga qarab A yoki B planda o'ynash imkoniyatimiz bo'ladi jahon chempionatida. Va yana bir savol, hujumda, ya'ni ikkita hujumchidan foydalanish imkoniyatimiz ham bor, birdan. Faqat yana bittadan bo'lsa ham nominal emas. Albatta, ko'p o'yladik bugun. 3tali o'ynaymiz, 4tali o'ynaymiz, albatta. Uzoq muddat o'ynamagan. Lekin Xudoga shukr, bola bilan amalashdik, cho'ndirdik. Bugun chiqdik o'ynadik, ko'rganingizda bola yaxshi harakat qildi, imkoniyat berishmadi. Himoyada ham, hujumda ham ancha imkoniyat bo'ldi, pressingda ham yaxshi ishtirok qildik. O'ylaymanki, albatta ikkitali ham bo'lishi mumkin. Har xil bo'lishi mumkin. Eng asosiy o'yinchilarimiz bo'lsin, bunga munosib rotatsiya qilish va qanaqadir sxemalar qilish uchun o'yinchilarimiz agar klassi yaxshi bo'lsa, albatta qilamiz.